Men beauty bloger emasman, lekin obzorim chestniy bo'lishi uchun hammasini oldin ishlatib, keyin sizlarga chestniy odzivlar qoldirib ketaman. Bu taraq qizlar chet el blogerlarida ko'rib olishga qaror qildim. Sababi $1500 konsultatsiyaga trixologga borgan qiz mana shu $15 taraq olib, sochini to'kilishini 2x ga kamaytirgan ekan. Ancha taraqlarda ham katta farq bor ekan. Masalan, mana shu taraqlar ham juda foydali, sochlaringizni yulmasdan taraydi va yengil massajni effekt beradi. Buni ham screenshot qilib olsalaring. Hamma maqtagan, o'zimizni blogerlarimiz maqtagan oliy tonalka, mana shu ko'p narsa kutmagan highlighter paletka Golden Rose'dan, Vivienne Sabo'dan bu tint menga juda ham yoqdi. Golden Rose'dan mana shu jiddiy rumyani menga juda ham yoqdi. Fleur de podvodkasini bilmaganlar shunaqa yangi gold upakovkasida chiqibdi. Masalan, bu krem butterni kokoslarini mangolarni ishlatdim. Endi chereshnyaligini, vishnaligini oldim. Ko'p narsani ichida o'sha tugatib bo'ldim. Masalan, mana shu aksessuardan serum bilan ko'zni atrofidagi rollerini ham juda ham yaxshi ko'raman. Bu Silimax'da toner esa menga вообще naxotka bo'ldi. Pat makiyaj ishlataman. Bu yana mayda-chuda narsalar, shunaqangi lyuks xo'jayinimga podarkaga shunaqa tina oladiganlar bor. Buni ko'rgansizlar, bu taraqlarimizni tozalaydigan, bu qizimning shipchiklari, kiyis tozalaydigan shunaqangi silikonli narsa. Massajni hammasini ishlatdim. Короче, ko'p narsaga 10 dan 10 beraman. Chunki hammasi men o'zim ancha izlab topgan narsalarim.